Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Farg'ona viloyati Bo'yda tumaniga Soljon akamiz sexlariga kelganmiz. Shunday Soljon akamiz puluklar yasab chiqarishadi. 10 yil, 15 yilga tajribaga ega akalarimiz xudo xolasa bu pulukni yasab chiqishyapti. Bu pulugimizni ko'rib chiqishlari mumkin. Ot kuchiga qarab puluklarni akamiz yasab berishaveradi. Videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Pulukdan qiynalayotgan akalarimizga bu videomizni jo'natib qo'yasizlar. Hozir texnikamiz yerimizda haydash masofasi 1.40 holatda olib ketyapti. Bu tomonlarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Tekisligini ko'rsatamiz. Mana tekis holatlarini ham ko'rib turibsizlar. Mana tekis holatda olib ketishyapti. Ko'rib turibsizlar. Ushbu vlogimiz Surxondaryo viloyatiga chiqib ketyapti. Sinov jarayonlarini hozir shu texnikamizda ko'rsatib chiqaryapmiz. Ushbu vlogimizni narxiga keladigan bo'lsak, dastlabkasi bilan birgalikda 21 million so'mga O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz bor, chiqarib berilaveradi. Akamiz telefon nomerlari yozilgan, aloqaga chiqarasizlar, telefon qilasizlar, zakolat tashab berasizlar. Akamiz chiroyli qilib pullaringni yasab berishaveradi. Har qanday texnikaga akamiz chiroyli holatda pullarni yasab chiqarib berishadi. Akamiz yana bitta xizmatlari borki, sizlarda turdagi, har xil turdagi pullaring remont qilish kerak bo'lsa, akamiz chiroyli qilib ish jarayonlarini ham qo'yganmiz, remont ham qilib berishaveradi. Ko'rib turibsiz, berib turing, bitta pullikni o'zingiz chiroyli qilib obzor qilib bering. Shu pulligimiz mana holatlari juda ham yaxshi holatida. Hozir texnikamiz yurgizib, ish jarayonini ham sizlarga ko'rsatib chiqamiz. Akamiz texnikani yurgizdi, hozirgi holatda ko'rasizlar qanday haydayotganligini. Chuqurlari ham juda zo'r holatda ketyapti. Turpoq aylantirishlarni ham ko'ryapsizlar. Texnikaga umuman nagruska keltirgan yo'q. Texnikaga umuman nagruska keltirgan yo'q holatda bo'lyapti. Shu texnikamizda Shopir akamizdan ham hozir intervyu sifatida olamiz. Aka, o'chiring. Aka, siz texnikachi odam. Mashina shitib qo'yamiz. Texnikachi akamiz jaholat qildi. Hozir o'zlaridan ko'rinmagan holatda intervyu olamiz. Aka, bu pulukni siz texnikani minib ko'ryapsiz. Texnikachi odam his qiladi qaysi holatda puluklar haydayotganligini. Aka, siz realni ayting. Qaysi holatda haydab chiqarilyapti aka? Mana hozir aka pulugimiz 1.30 atrofida yerda haydayapti. 80 ta ot kuchi bor texnika. Mana hozir qiynalgan yo'q. Mana balon aylanib to'xtab qolgan yo'q traktorimiz. Yer holati ham yaxshi holatda ko'rib turibmiz aka. Ag'darishlari ham tekis. Umuman zarar tashaga yo'q. Olib ketyapti. Mana ko'rib turibsizlar. Belarus 80 da. Agar bu texnikani 82 ga qo'yadigan bo'lsak, bu pulugimizni juda zo'r holatda haydab chiqarishadi. Akamiz yasagan puluklariga garantiya berishadi. Ko'rib turibsizlar. Hozir mana shu pulugimiz Surxondaryoga chiqarilyapti. Sinov jarayoniga meni chaqirishgan. Uka, o'zing chiroyli qilib obzorlarni qilib ber deb chaqirishuvdi. Akamizni xolasa chiroyli obzorlarni qilib olib beryapmiz. Bor narsani bor deb ko'rsatish kerak. Akamizda aytib o'tganimdek 10 yildan beri shu sohaning ichida 10 yildan oshiq bo'lgan. Ko'rib turibsizlar. Soljon zavod deb qo'yishgan. Shu brend asosida akamiz ish faoliyatlarini olib borishadi.